Bu turgan narsani chirog'i nimaga yonib turibdi degan savol bo'lishi mumkin. Mana shunaqa savollarga javob berishga harakat etamiz. Ko'rib turgan narsangiz relay kontrol faza deb ataladi. Tok baland yoki past yoki bitta faza yo'q qoladigan bo'lsa, ana shunaqangi holatlarni oldini olib, dvigatellarni himoya qilib berish vazifasini bajaradi. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda ashibka berib turibdi. Blok pitanamizda ham chirog'i yonmasdan pitanasiz ishlab turibdi. Bundan chiqqan kabelimizni bittali avtomatimizga ulaganmiz. Bittali avtomatimizdan blok pitanaga, blok pitanadan esa tashqariga terminalga pitana ketyapti. Buni to'g'ri nastroyga qilib, biza blok pitanani yoqishga erishishimiz mumkin. Bitta faza yo'q qoladigan bo'lsa, bitta faza baland, bitta faza past kelib qoladigan bo'lsa ham, shu relay kontrol fazamizda ashibka chiroqlari yonadi. Bu degani sizlarning dvigatelinglar xavfsiz holatda bo'ladi degani. Shunga o'xshagan foydali ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.